Selam dostlar. Bugün biz sayt için tekst yazı sirleri turunda söyleşirbiz. Jurnalist teksti koyda da bir tugil mini diyersiz. Eye, jurnalist yazgan haber yazma makalelerinin sayt için ayrımlığı yok. Ama bu dersini tınlagaç, saytka haber yazının uzunçalıkları buluğuna düşünürsüz. Qağazda yazılgan tekst bilen ekran aşa okula turgan tekstning yığıntısı türleşe bit, kilişesizdir. İnternet kengliklerindagi yazmalar özge hem alarını yazı funksiyalari da türlü. Eyde alar bilen yakından tanışıyıq ali. Saytqa haber yazı üçün eng birinchi o'zingiz oldina maqsad qo'yarga kerakligi haqida biz endi сөйләштек. Bu yozma nindi auditoriyaga ham nindi maqsad bilan yo'llana. Bu o'quvchilar sonini orttiru, sotuv ko'lamlarini kengaytu, saytdagi qarovlarni, ya'ni prosmotrlarni olg'a itaru uchun bo'larga mumkin. Shu maqsadlardan chiqib auditoriyaning yoshini belgilaymiz. Yozmag'iz 45 yoshdan ulkanroqlarga qiziqli bo'lsinmi, yoki endi 17-18 yoshliklarning e'tiborini jalb etarga tilaysizmi? Agar o'quvchilaringizning yoshi turli ekan, xabarni bir ishtalikda, lekin turli yozuv stilida berishga bo'ladi. Ko'z allov borliqqa kelgach, tekst yozuvni mana shu qoidalarga negizlanib davom etamiz. Yozmaning bosh ismi. Sayt o'quvchilarining e'tiborini jalb etib, yozmani oxirina qadar o'qib chiqarliq bo'lsin. Demak, u anglayishli bo'lsin, yozmaning tub fikrini shog'ildirsin, qiziqsindirsin. Bosh ism ma'lumot berishga tegish dedik. Demak, bu yozmaning narsa haqida bo'luvi, ishtaligi naq mina bosh ismda shog'ila. Tilasa qo'ysa tekst oldina qo'yila turgan tog'in bir talab, uning ochiq, anglayishli bo'luvi, g'odiy ham o'timli til bilan yoziluvi. Yozmaning temasi o'quvchi uchun yaqin ham qiziqli, ishtaligi anglayishli, logik baylanishlar tugal bo'luvi, fikr izlikligi saqlanu muhim. Shuni unutmag'iz. Ekran tekstin o'quv ko'zlarini yoliqtira turgan ish. Jumlalaringiz qisqa, qabatlanmay turgan bo'lsin. Saytqa nidir izlab kirgan kishi o'zina kerakli javobni bir ko'z yugurtib shig'u bilan toba olsa, shap deb bilgichlar. Tog'in bir talabga to'xtalaylik do'stlar. Tekstni abzatslarga bo'lib o'rnashtirishga unutmag'iz. Tutash tekstni o'quvga qaraganda 5-6 ilishga bo'linganini o'qib chiqu ko'pga o'ng'ayliroq. Ali tog'in ключевое слово tekstda muhim so'z degan tushunchada bor. Bunday so'zlar o'quvchini izlav sistemasi osha naq mina sizning saytga olib kelirga yordam etadi. Tekstda ular odatda 1% dan 3%ga qadar bo'lirga tegishli bilgichlar. Suratlar saytni uzun tekstlar bilan shuarlagancha muhim ma'lumotni foto suratlar osha yetkiruv ko'pga o'tishli. Yozmag'izni fotolar bilan boyitasiz ekan, sizning yozmani ayirila olmay o'qiyashaqlar. Sir etibgina aytam, fotolar birkitilgan yozmalarni uzoqroq o'qiylar. Bu o'quvchining sizning saytda qo'noq bo'luv vaqtini uzayta ham ko'rsatkichlarini da orttiradi. Do'stlar, durust yozuv qoidalarini da unutmaymiz. Ma'lumotni o'rnashtiruv oldindan bir necha topqir tekshirigiz. Do'stingizdan yordam so'rasag'izda bo'la, shit ko'zga xatolar yaxshiroq ko'rinadi deb. O'ngishlar senga do'stim. Bizning Telegram kanalga yozilirga da unutma. Sog' bo'l.